Qaynonam mani kundoshim, ikkinchi qizim. Vipska bo'lib uyga chiqdik. Xonamga kirsam, kravatim yo'q. 2 kishilik kravatni olib tashlab, 1 kishilik kravat qo'yib qo'yibdilar. Ko'zimdan tim-tim yosh oqib ketdi. Nima qilganingiz bu oyijon deb aytdim. Shunda menga o'qrayib qarab, bolang yig'lab o'g'limni uxlatmaydi, u ishga boradigan odam. Bugundan boshlab alohida yotasizlar deb chiqib ketdilar. Har kuni o'g'illarini xonalariga olib kirib ketish uchun bahona bor edi. Qo'rqaman, men bilan yot, mazam bo'lmayapti, mazam bo'lmasa qarab chiqasan deb olib kirib ketaverardilar. Shu erman meni yonimga kirmay qo'ydi. Qaynonam bundan xursand edilar. Erim kelishdan oldin uyingga kirib ket deb meni har xil haqoratli so'zlar bilan sansirab kirgizib yuborardilar. Erim o'zlari kucholardilar. Bunga 2 yil chidadim. Oxiri erimga telefon qildim. Biza ketyapmiz. Onangiz bilan baxtli yashang. Sizga xotin kerak emas ekan, xotin onangizli ekan deb aytdim. Buni qaynonam eshitib, "Hartagur ketaman" deding. O'zing oyog'ing bilan kelding, o'zing oyog'ing bilan ket. O'g'lim bilan meni tinch qo'y. O'g'limga o'zim ham yaxshi qarayman deb chiqazib yubordilar. Xudoga shukr ajrashdim. Hozirda o'g'lim 10 yoshda. 10 yil ichida na buvisi na adasi ko'rgani keldi. Eshitishim bo'yicha erim hali ham uylanmabdi. O'zim ham xudo xohlasa 10 yildan keyin qaynona bo'laman. Lekin 2 yosh ajratvoradigan harakatlar qilmayman. O'zimning hayotim o'zimga dars bo'ldi deb yozib qoldiribdilar obunachim. Qaynonam